Mana ikkinchi tomoni yarmini mana tikib oldik. Mana chok urib oldik. Mana ochdik. Mana. Endi ikkinchi tomoni mana ochganimizdagi holat mana bu. Mana. Endi ikkinchi tomonini xuddi shunday tarzda ushlab olamiz. Mana yelka choklari bir-biriga tutashgan joyi. Mana shu joydan pastga qarab bulavka qilib olamiz va chok urib olamiz. Mana qotirib bulavkalab oldik ikkinchi tomonini ham. Endi biz hozir mana bu yelka chokidan pastga qarab yursak ham bo'ladi yoki-da pastdan bel qismidan tepaga qarab tikib kelsak ham bo'ladi. Biz hozir pastga bel qismidan tepaga qarab chok urib kelamiz. Mana 4 sm bunda ham belgilab oldim. 4 sm belga yetkazmasdan chok urishni boshlaymiz. Va albatta tikayotganda pastki tomoniga qarab e'tibor berib tikishimiz kerak. Pastda yig'ilib qolmasligi kerak, chunki yengimiz sborkaga tortilgan. Buralib qolmasligi kerak. Sborkalar chiroyli joylashishi uchun qarab e'tibor bilan tikamiz. Mana bo'ldi. Bulavkalarni olamiz va o'ngidan ko'rib chiqamiz. Mana astarimizni yopib tikib oldik. Mana bu ko'rinishda. Mana bu o'nggi tomoni, mana bu teskari tomoni. Mana toza bo'lib chiqdi. Endi ikkinchi tomonini ham xuddi shu tarzda tikib olamiz va keyin dazmol qilamiz. Mana har ikkala tomonini astarini tikib oldik. Mana chok ichkarida qoldi. Mana bu tomonda ham 4 sm dan qoldirdik, oxirigacha tikmadik. Oldi tomonida ham 4 sm dan joy qoldirdik, oxirigacha tikib bormadik. Endi qiladigan ishimiz buni dazmol qilishdan oldin mana bu ichki chokini qisqartirib tozalab olishimiz kerak. Chunki mana bu holatda hozir dazmol qilsak, mana bu chokimiz qalin ko'rinib, xunuk, qo'pol ko'rinib qolishi mumkin. Biz nimaga chok haqini bunaqa ko'p berdik? Chunki matoyimiz sitiluvchan mato, ishlayotganda mana bunday sitilish holatlari juda ham ko'p kuzatiladi. Shuning uchun 1,5 sm chok haqi bilan ishladik. Endi buni dazmol qilishdan oldin 0,5 sm qoldirib, qirqib tozalab olamiz va keyin dazmol qilamiz. Dazmol qilish jarayonini ham hozir ko'rsataman. Qirqayotganimizda mana bu 4 sm qoldirgan joyimizga tegmaymiz. Mana 4 sm joydan teparoqdan boshlab qirqib 0,5 qoldirib qirqib ketamiz tekislab. Mana shunday holatda oxirigacha har ikkala tarafini ham choklarini qirqib tekislab tozalab olamiz va keyin dazmol jarayoniga o'tamiz. Mana tikib choklarini qirqib tozalab oldik. Mana bu holatda. Endi buni yaxshilab dazmollab olamiz. Dazmol qilayotganimizda e'tiborli bo'lishimiz kerak. Mana bu sborkalarga o'tib ketmasligi kerak dazmol. Sborkalarni yotqizib
tekislab qo'ymasligimiz kerak. Chunki bu fonarik bo'lib ishi turishi kerak yengimiz. Dazmolni qattiq bosmaymiz, chunki bu par dazmol. Par berib, dazmol berib o'tkazib chiqamiz. Mana shu holatda yeng qismiga dazmolni o'tkazmasdan chokni ustidan bostirib chiqamiz dazmoldan. Mana dazmollab ham oldik. Endigi qiladigan ishimiz yengimizni mana bu chokini bir-biriga birlashtirib tikamiz. Mana yengimizni maskovskiy chok qilib tikib dazmollab olganmiz. Mana bu tomoni bu yoqda mana ochiq joyi qolgan. Endi biz hozir mana shu holatda mana yengni uchidan boshlab bulavkalab olamiz. Bulavkalab 1 santimetr chok bilan urib olamiz. Maskovskiy chokimiz tugagan joygacha tikamiz. Undan u yog'iga o'tmaymiz, chunki undan u yog'i bel aylanasi hisobiga o'tib ketadi. Mana bu joyda aytib o'tib ketishim kerak. Mana hozir astar qismlarini yopib choklab olganimizdan keyin yeng tomonda zborka chokimiz turibdi. Hali buni sotib tashlashga shoshilmaymiz. Buni eng oxirida, ishimizni oxirida ortiqcha zborka choklarni sotib tashlaymiz. Hozircha bu turadi. Mana yengimizni teskari qismi bu o'nggi tomoni mana. Endi buni 1 santimetrlik chok bilan tikib olamiz. Maskovskiy chokimiz tugagan joyidan qiyalatib chokimizni chiqaramiz. Mana bunday holat bo'ldi bizda mana. Ana shunday qilib, xuddi shu tarzda ikkinchi yengimizni ham yengimizni uchidan maskovskiy chokimiz tugagan joyigacha tikib kelib, buni orasini ochib dazmollab olamiz. Mana bu holatda orasini ochib dazmollab olamiz. Endi ikkinchi yengimizga o'tamiz. Mana yengimizni choklab, orasini ochib dazmollab oldik. Endigi qiladigan ishimiz rezinka o'rnini chiroyli qilib tayyorlashimiz kerak. Bu uchun biz hozir mana bu yengimizni uchini mana bu holatda avval aylantirib chok urib olib, 0,5 santimetrda chok urib olib, keyin 1 santimetr qaytarib, yana chok ursak ham bo'ladi. Mana bu holatda. Yoki bo'lmasa mana birdaniga mana bunday qayirib, qatlab olib, 0,5 santimetr qayirib, yana 1 santimetrga qayirib, mana bu holatda aylantirib bulavkalab olib, tekislab chiroyli qilib ishlasak ham bo'ladi. Mana qaytarib bulavkalab oldik, aylantirib hamma tomonini bir xil qilib, mana ichkariga 0,5 santimetr va ustiga 1-1,5 santimetrda qaytarib bir xil qilib bulavkalab qotirib oldik. Endi tikishni boshlaymiz.
tikishni mana bu chokimizni o'rtasidan emas, mana chok kelgan joy, mana bu chok kelgan joydan 0,5 santimetr qoldirib tikishni boshlaymiz. Mana yana tushuntirib o'taman. Mana chokimiz kelgan joydan boshlamaymiz. 0,5 santimetr bu yoqdan pastroqdan boshlab tikishni boshlaymiz. Bir tekisda tikib ketamiz. Mana oxiriga kelyapmiz. Endi shu joyida e'tibor beramiz. Mana oxirigacha keldik. Bu yerda ham mana bu chokgacha taqab tikmaymiz. 0,5 santimetr mana bu yoqda to'xtaymiz. Bu yoqdan 0,5, bu yoqdan 0,5. Jami bo'lib 1 santimetr joy bu yerda ochiq qolishi kerak. Biz rezinkamizni o'tkazib orasidan tikib olishimiz uchun mana shu joyni ochiq qoldiramiz. Mana shu holatda aylantirib tikib oldik. Mana 1 santimetr joy bu yerda ochiq qoldi. Hozir uni ikkinchi yengini ham xuddi shunday qilib aylantirib bulavkalab olib qotirib, undan keyin chok urib olamiz. Undan keyin rezinka o'tkazishni ko'rsatib o'taman. Mana yengimizni aylantirib chok urib, ustidan dazmol bosib oldik. Mana bir tekis chiroyli ko'rinishga keldi. O'rtada 1 santimetr ochiq joy tashlab ketgandik. Endi shu yerdan hozir biz rezinkamizni o'tkazib olamiz. Rezinkamizni o'tkazishimiz uchun bizga tirsak aylanasi o'lchamimiz kerak bo'ladi. Tirsak aylana bu razmerda 20 santimetr. 20 santimetr bo'lsa, biz 2 santimetr ayirgan holatda 18 santimetrlik ikkita rezinka tayyorlab oldik mana. Ikkita 18 santimetrli rezinka tayyorlab qilib oldim. Endi buni mana bu ochiq joydan kirgizib, o'tkazib olamiz. Mana bu tomoni qochib ketmasligi uchun bu yoqqa bulavkalab olamiz. Mana rezinkani chiqarib oldik ikkinchi tomondan. Endi ikki tomonini birlashtirib mana bu holatda bulavkalab olsak ham bo'ladi. Zakripka chok berib olamiz bunga. Mana rezinkamizni tikib, ichkariga kirgizib oldik. Mana chiroyli holatda mana yengimiz tayyor bo'ldi. Endi xuddi shunday qilib ikkinchi yengimizni ham tayyorlab olamiz.
Mana endi yubka qismimizga o'tamiz. Tikishni boshlaymiz. Biz boshida yubka qismimizni mana bu orqa chokini choklab olgan edik. Yubka qismini sborkaga tortib, belga moslab, to'g'rilab, chiroyli qilib oldik. Endi bu orqa chokni katta chokda, mashinkani katta chokida choklab olgan edim. Endi buni sutdim. Sutib olib, buni endi har ikkala tarafini moskovskiy chokda choklab olamiz. Overlock bilan ishlasak ham bo'ladi, lekin overlocksiz ishlangan kiyimlar juda ham sifatli va chiroyli, akkuratni chiqadi. Shuning uchun biz hozir overlocksiz ishlashni tanlaymiz va hech qayerda bu libosni overlock ishlatmaymiz. Mana matoyimizni teskarisi bu o'ngi holati. Mana ikkala tomonini ham mana yubkamizni chokli qismi bitta orqa tomoniga chok tushadi deganmiz boshida. Mana shu chok tushadigan tomonni har ikkala tomonini ham moskovskiy chokda choklab olamiz. Moskovskiy chokni yuqorida ko'rsatib o'tdim qanday tikilishini. Bunda ham xuddi shunday moskovskiy chok qilib urib olamiz va orasini ochib dazmollab tayyorlab olamiz. Mana yubkamizni moskovskiy choklarini urib, keyin ikkita tomonini birlashtirib 1 santimetrda choklab oldik. Tepa tomonidan 10 santimetr joy qoldirdik. Bu yog'ini birlashtirib tikmaymiz. Bu zamok uchun bizga ochiq qoladi. 10 santimetr joyini qoldirib, 1 santimetrda qilib chok urib oldik va orasini dazmol bilan yorib dazmollab oldik mana. Endi bu qismimizni olib qo'yamiz va yubkamizni podkladi bilan shug'ullanamiz. Ishni mana bu podyubnik podkladni mana bu ikkita chokini qayirib tikishdan boshlaymiz. Buni ham moskovskiy chok qilsak bo'ladi, lekin biz hozir moskovskiy chok qilmaymizda, salgina mana nisbatan qalinroq qilib bitta 0,5 va yana bitta 0,5 santimetr qayirib choklab olamiz. Chunki bu matoyimiz yumshoq mato, cho'zilib ketishi ehtimoli bor. Shuning uchun mana shunday holatda tikib olamiz. Mana shunday davom etib ikkala tomonini ham tikib olamiz. Mana choklab oldik. Chokni ustidan dazmol yurgizib oldim. Endigi qiladigan ishimiz buni ham xuddi yubkamizdagidek tepasidan 10 santimetr joy qoldirib, mana belgilab oldim. Tepasidan 10 santimetr joy qoldiramiz va buni bulavka bilan qotirib olamiz. Xuddi shu joyidan pastga qarab oxirigacha 1 santimetrli chokda choklab olamiz. Mana biz hozir podkladimizni mana bunday choklab oldik. Choklab olib, dazmol bilan bostirib oldim. Endi xuddi yubkamizni belgilagandek tepasidan 10 santimetr joy qoldirib belgilab olamiz. Nuqta bilan belgilab oldim. Endi buni 1 santimetrli chokda mana shu nuqtadan boshlab pastga qaratib 1 santimetrli chokda choklab olaman.
choklab oldik. Endi buni yaxshilab dazmollab, orasini ochib dazmollab olamiz. Mana chokimizni yaxshilab yorib dazmollab oldik. Mana yorib dazmollab oldik. Mana bu tepa qismi zamok haqqi uchun ochiq qoldirdik bu yerini. Endi mana bu etak qismini ham xuddi mana bunday qilib, mana shu shaklda qaytarib tikib olamiz. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu libosimizda hech qanday overlock ishlatilmayapti. Mana endi etak qismini qaytarib tikib olamiz. 0,5 sm. Mana etagini tikib dazmollab oldik. Mana tekis qilib chiroyli ko'rinishga keltirib oldik. Endigi qiladigan ishimiz xuddi yubkaga qilganimizdek podkladiga ham 2 qator chok urib olib zborkaga tortishimiz kerak bo'ladi. Mana tepa tomonidan 1 sm qalinlikda mashinka chokimizni tortga qo'yib olgan holatda bir qator chok urib chiqamiz. Choklab oldik. Endi ikkinchi qatorini yurib olamiz. Ikkinchi qatorini birinchi chokimizdan 0,5 sm orqada qilib urib olamiz. Mana choklarini urib oldik. Mana bu holatda choklab oldik. Endi buni yubkamizni, asosiy yubkamiz, matoyimizdan tikilgan yubkamizni bel qismiga mos qilib, buni ham zborkaga tortib olamiz. Mana podkladimizni ham zborkaga tortib, yubkamizni bel razmeriga moslab, to'g'rilab oldik. Endi qiladigan ishimiz mana bu yubkamizni o'ngi tomoni, mana o'ngi. Endi buni podkladni ichkarisiga kirgizishimiz kerak. Endi e'tibor beramiz. Mana bu yubkani o'ngi tomoni, podkladimiz teskari holatda turibdi. Teskari, mana choki tashqarida turibdi. Xuddi shu holatda yubkani ichiga kirgizamiz. Mana. Mana bunday qilib ushlab olganimizda, mana bunday ushlaganimizda, mana bu yubkani o'ngi tomoni, bundoq qilganimizda mana bu podkladimizni o'ngi tomoni. Mana ikkalasini choki mana bunday teskari qilganimizda bir-biriga qarab turgan bo'lishi kerak. Mana bu podkladni choki tarafi ichkariga mana qayirib dazmollangan, bu yubkamizni choki ichkariga dazmol qilingan. Bir-biriga qaratib qo'yamiz mana. Mana ko'ylakni bunday teskari qilganimizda mana teskari qilganimizda o'ngi holati kelib chiqadi mana. Mana bu holatda ko'rinadi. Mana. Endi buni aylantirib bulavka qilib olishimiz kerak. Shu joyda e'tibor qilishingiz kerak bo'lgan narsa, mana bu yerda mana bu yubkamizdan podkladimizni 1,5 sm mana yetkizmasdan mana bu yerdan boshlab bulavka qilamiz. Mana shu joydan boshlab hozir biz bulavka qilib olishimiz kerak bo'ladi. Chunki bizda yubkamizni asosiy qismiga zamok o'rnatiladi, podkladga u tegishli joyi yo'q. Mana
bulavka qilib oldik va ikkinchi tomonini ham xuddi shunday mana asosiy yubkamiz, mana bu podkladimiz 1,5 santimetr yetkazmagan holatda mana bulavkalab olamiz. Ana shunday qilib, endi yubka bilan podkladni aylantirib, zborkalarini tekislab, chiroyli qilib, hamma tomonini bulavkalab olamiz. Mana yubkamizga podkladni joylashtirib, bulavkalab qotirib oldik. Mana bu yoqda mana 1,5 santimetr yetkazmasdan podkladni boshladik. Mana bu tomonida ham xuddi shunday 1,5 santimetr qoldirib, mana belgilab qotirib chiqdik bulavka bilan. Mana bunday holatda bo'ladi mana. Mana aylantirib bulavka bilan qotirib chiqdik buni. Biz boshida 1,5 santimetr chok haqqi berganimiz nimagaki mana bunday matoyimiz stiluvchan mato bo'lganligi uchun zborka berganda, zborkaga yiqqanda, choklamoqchi bo'lganda har safar teginganimiz sari mana bunday sitilib ketadi matoyimiz. Shuning uchun bichayotganda 1,5 santimetrdan chok haqqi tashlab ketganmiz. Endi biz bulavka qilib olganimizni hozir choklamaymiz. Hozir mana tepa qismimiz tayyorlab olganmiz. Mana tepa qismimizni mana bu holatga yenglarini tayyor qilib olganmiz. Albatta yubkaga podkladni qotirishda ham e'tibor berishimiz kerak. O'rtaga tushishi kerakligiga. Mana bichayotganimizda yubkani ham, podkladni ham o'rtasini nasechka berib belgilab qo'yganmiz. Mana bulavkalayotgan jarayonimizda ham bunga e'tibor berishimiz kerak. Podkladni o'rtasiga yubkani o'rtasi to'g'ri mos kelishi kerak bo'ladi. Shunda zborkalari chiroyli taxlanib, chiroyli taqsimlanib, akkuratni chiqadi ishimiz. Endi mana asosiy qismimizda ham o'rtasini belgilab olganmiz. Bu belgimiz doim turishi kerak. Chunki hammasini o'rtasini belgilab olishimiz bu ishimizni yanada akkuratni chiqishiga xizmat qiladi. Endi mana yubkamizni mana o'rta qismini topib olamiz va asos qismimizni o'rtasi bilan birlashtirgan holatda mana endi 3 qavatni bulavkalaymiz. Mana asos qism, yubka qism va podklad qismi. Buni tekislab bulavkalab olishimiz kerak. Mana xuddi shu holatda mana endi 3 qavat bo'ldi. Asosiy qism, yubka qismi va podklad qismi. Endi mana bu orqa tomoni. Orqa tomonini, yubkani orqa tomoni zamok qismiga olib kelib, buni ham bulavkalab olishimiz kerak mana. Mana bu ko'ylagimizni asos qismi, mana bu yubka qismi. Bu bilan bir xilda qo'yib bulavkalab olamiz. Mana tagida podkladni 1,5 santimetr yetkazmagan bo'lsak, bunda esa asosni bir xilda bulavkalaymiz. Chunki bu yerga zamokni ulashimiz kerak bo'ladi hali. Mana qotirib oldik. Endi ikkinchi tomon orqa qismi mana. Orqa qismini ikkinchi tomonini ham xuddi mana shunday bir xilda tekislab bulavkada qotirib olamiz. Mana qotirib oldik. Endi xuddi shunday davom etgan holda aylantirib asos qismga yubka qismini qotirib bulavkalab chiqamiz. Mana shu joyda hali tikilish jarayonida ham ko'rsatib o'taman.
Mana yeng qismimizni ozroq qismi, mana yeng qismimizni ozroq qismi bu yoqqa etak qismga qarab o'tgan joyi bor. Mana burchak hosil bo'lgan joyi bor. Mana shu joyi tikayotgan jarayonimizda mana bunday kelganda, mana shunday tikib kelganimizda mana shu joyini ilib o'tib ketishimiz kerak bo'ladi. Mana shu joyi chok ichiga kirishi kerak bo'ladi. Shu joyiga e'tibor beramiz. Hali tikish jarayonida buni yana ko'rsatib o'taman. Mana to'g'ri keldi, mos tushdi. Endi buni akkuratni qilib qotirib chiqamiz. Mana asos, yubka qismi va podklad. Akkuratni holatda buni bulavkalab chiqishimiz kerak. Zborkasini to'g'ri joylashishiga, tekis joylashishiga ahamiyat qilishimiz kerak. Mana aylantirib bulavkalab oldik. Faqat asos qismiga qotirib oldik. Bu yoqda astar qismiga hali teginganimiz yo'q. Astar qismi bilan keyin ishlaymiz. Hozir asos qismiga yubka qismini tikib olishimiz kerak bo'ladi. Endi shu joyda yana tushuntirib o'tishim kerak bo'ladi. Mana bu podklad, mana bu yubka qismi orqasida bir xil qilib qotirilgan. Mana asos qismi. 1,5 santimetr yubkaga yetkazmasdan podkladni qotirganmiz. Endi yana podkladdan 1,5 santimetr tushib, mana nuqta qo'yib oldim. Biz mana bu chokni urayotganimizda hozir mana buni tikmasligimiz kerak. Mana shu 1,5 santimetr podklad qo'shilib tikilib ketmasligi kerak. Mana tikilish jarayonida ham hozir buni ko'rsatib o'taman. Yubka qismi va asos qismini birlashtirib tikishni boshladik. Mana podkladni qayirib oldim. 1,5 santimetr podklad tikilmasligi kerak. Mana shu joyda hozir to'xtatamiz. Va ipni uzamiz. Endi podkladni ham qo'shib olib, mana shu belgilagan nuqtamizdan tikishda davom etamiz. Endi 3 qavat qilib tikamiz. Mana davomida 3 qavatni tikib ketamiz. Asos, yubka va podkladni qo'shib tikib ketamiz. Orqasiga tez-tez qarab turishimiz kerak bo'ladi, chunki bir tekisda chiroyli joylashishi kerak. Zborkalarni ham tekis yotqizib, chiroyli tartib bilan joylab tikib ketamiz. Zborka chokni 2 ta berganmiz. O'sha 2 ta zborka chokni o'rtasidan yuramiz.
oxirigacha tikib kelamiz. Mana belchokimizni ulab oldik. Mana ulab oldik belchokimizni. Endigi qiladigan ishimiz etakni aylantirib maskovskiy chokda qaytarib chiqamiz. Maskovskiy chok qanday tikilishini yuqorida yeng qismini tikayotganda ko'rsatib o'tdim. Xuddi o'sha ko'rinishda etakni ham aylantirib maskovskiy chokda tikib olamiz.